Assalomu alaykum uzum ishqibozlari. Uzumni ko'kka ko'k yoki ko'kka qora, kurtak payvand qo'yish mumkinmi hozir? Qilsa bo'ladimi degan savollarga javob tariqasida olib turgan video. Bu kurtak payvand qo'yilgan o'tgan yili 2025-yil shu may oyini oxirlari 25-maylarda qo'yilgan kurtak payvand. To'g'ri, bu ko'p novda surmagan. 15 ta kurtakni pishirgan, nozik bo'lgan, lekin mana bu yilgi holati. Mana bu yilgi holat. Mana bitta novda 1,5 metrga borgan, qolgan ikkita novda 1,20 1 metr mana shunday holatda o'sgan. Mana bu keyingisi ko'kka qora, bu ham 20-maydan keyin qilingan, havo isib ketgan, lekin usti berkitilgan. Mana shunday hozir mana barg bilan kurtak payvand qo'yib yopib qo'yganman. Mana bu ikkinchisi 25-mayda ko'kka qora payvand qilingan. Buni videosi ham bor gruppamda. Mana bu yil 10 ta novda surgan. Bu Sheridan Cook'da Joker nomli o'ta serhosil nov. Bundan novdalarni kesdim. Kesib shu ulayman deb qiziqqanlarga buni sotdim. Juda barakali, yaxshi uzum. Mana bu shu yilgi qilingan kurtak payvand. Bu Amerika kishmish uzumi eng kech pishar, oq rangli kishmish, yergidonli uzum, arra 39. Mana bunisi teri orasiga qilingan qora payvand. Mana gurgutchoqdan sal yuqoriroq novda qo'yilgan. Mana hozir semirdi. Mana yonidan ko'kla bo'ldi. Mana bu ham o'tgan yili 30-maylarda ko'z payvand qo'yilgan. Bu Apple Glow, Amerika kishmish uzumi, kech pishar uzum. Mana bu yilgi novda surishi. Mana 4 ta novda surilib turibdi. 1,5 metr. Mana bunisi 2 metrga yaqinlashdi. Xullas, eng kichkina novdasi ham mana shu. Eng kichkina mana hozir. Aslida 5-novda mana shu. Nishona hosil ham tashlab qo'ygan, solgan. Hech qanday kech qolish yo'q. Terini orasiga qo'yilgan qora qalamchi. Bu hozir sal nozikroq, salqin joyda turibdi. Oftob nuri 1-2 soatga tushib o'tib ketadi. Mana bu ham xuddi shu. Mana qora novda terini orasiga qo'yilgan. Qora novda bu ham terini orasiga qo'yilgan mana. Bu to'g'risida bitta master klass qilib video tashlaganman, gruppalarga bor. Mana bu barg bilan yopib qo'ydim. Kechqurun kurtak payvand qo'yganman bu yerga. Mana bu yerga ko'kka qora qilib ulab qo'yganman. Mana bu payvand qilinganiga 1 oycha bo'ldi. Bu endi amal olyapti, chunki bu yerda boshqa o'suvchi novdalar bordi. Ularni hozir olib tashladim. Bunisi журавчик красный. Ukrainalik seleksioner Anatoliy Golubni Bardo Sirxranniy eng tez pishar uzumlardan biri. Mana terini orasiga qilingan qora kaltak. Teri orasiga qo'yilgan bu. Mana bunisi sal boshqacharoq uslubda qilingan. Bu ham terini orasiga qo'yilgan qora kaltak. Qoraga qora payvand bu. Mana shu teri deymizmi, qobiq deymizmi, o'sha kurtak payvand bu ham. Mana bunisi ham kurtak payvand. Hech qanday kech qolish yo'q. Tajriba qilish kerak, to'g'ri bajarish kerak. Quyoshdan pana qilinadi. Yaxshi ko'karib olguncha, barg chiqarib olguncha.
amal olaveradi. Hatto nishona hosil ham solib qo'ygan. Bular arra 32 lar.